Leksiyelere davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2020 yıl 8. ayının 23. günü. Hepteki yakşembe vatandaş. Endilikli silahı kısa haberde. Yukarıda körüp ettik ki parçalık siyan endilikli kısa haberler. Prezident Trump ifade bildirdi. Amerika en ahırkı hal qilish loyihasini qo'zg'atishga tayyorlik qildi. Jungo bilan Amerika endi o'zaro savdo qilishmaydi. Amerika bilan Jungo ayrilib ketadi. Torpilim Johnsonga 8. ayning 23. kuni yutib. Ikkinchi Amerika matbuotlari munda xabar qildi. Amerika ovozi qatorliq Amerikada aloqador matbuotla ishlayotgan jungolik xodimlar o'xshash masalaga duch keldi. Prezident Trump federatsiyalik organlar yollangan xodimlarning salohiyatini qattiq tekshirish buyrug'i e'lon qildi. Nurg'unlagan jungolik muxbirlar davlatga qaytishga to'g'ri keldi. Mavzuliq torpilim 8. ayının 23. günü YouTube'ga koyuldu. Abdurrahman Hong Kong Büyük İra yeni tanlıkla ahbarat kanalı. Üçüncü, Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da asası katlamda ahalalarının bir vakta mahkem yiyişi talep kılındı. Dikkat vatandaş. Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da asası katlamda ahalalarının bir vakta mahkem yiyişi talep kılındı. Hatta her güne fakat bir vakla tamak yiyiş talep kılındı. Mavzuluk torpilimi 8. ayının 23. günü YouTube'da e'lon kılındı. Abdurrahman Canlı nazarı. Üçüncü. Kızık noktalar, jungolik harbiy uçuşçu vaqirib etdi. Prezident Trump urushga tayyorlik qilyotdi. Amerika armiyasi Tayvan bo'g'izida qayta paydo bo'lishga boshladi. Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz va shu yerda 3 sap bo'yicha qattiq bosimga uchradi. Shu rayon hozir qattiq bosimga uchradi. Amerika harbiy kuchi yoki aeroplan harbiy parxodlari qayta Tayvan dengizida paydo bo'ldi. Apollotori qiziq nuqtalar 8. ayının 23. günü YouTube